Do'stlar, endilikda Eron mana shunday katta IT kompaniyalarga hujum qilmoqchi. Google, Apple, Microsoft va hokazo do'stlar. Buning sababi har bitta Erondan nobud bo'lgan, halok bo'lgan insonlar uchun mana shunday o'ch olmoqchi ekanligini aytib chiqdi. Menimcha, meni fikrimcha mana shu gigant katta kompaniyalar yo'q bo'lib ketsa ham bizni hayotimiz davom etib ketaveradi. Eng asosiysi inson hayoti qadri mana shu kompaniyalardan ancha yuqorida. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar do'stlar, like bosamiz. Barchaga rahmat. Eron IT gigantlarga zarba bermoqchi. Eron Islom inqilobi AQShning 18 ta yirik kompaniyasiga hujum qilishni e'lon qildi. Ro'yxatda Apple, Google, Microsoft, Meta, shuningdek Tesla, Intel, Nvidia va JP Morgan kabi gigantlar ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra, ilk zarbalar 1-aprel, ya'ni bugun soat 20:00 ga rejalashtirilgan. Eron bu kompaniyalarni texnologiyalar orqali o'ziga qarshi harakatlarni qo'llab-quvvatlashda ayblamoqda. Shu bilan birga AQSh prezidenti Donald Trump urushni to'xtatish va diplomatik yechim topishga tayyorligini bildirgan.